Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Sevimlik aziz vatandaşlar, biz bugün 2020 yılı 11. ayın 15. günü biz Mekke Mukarreme'nin şu şarkı şimali tarafıga joylashgan G'ari Hira tağını ziyaret qilish uchun keldik. Hamsi nazaringlar şu videoda, şu filmde bo'lsin. Biz hozir şu tağniki pes tarafidan biz hozir yo'lga chiqmoqdik. Hozir bizniki şu manga yerimiz taxminan yana şu biz bayat yani kelgan yo'ldan piyoda kelgan yo'ldan yani 300 metr yo'l ma'qul bo'ldik da yani egizlikka. Ya shundoq bo'lsa biz texe tağniki leviga yani berib bo'lamidik. Mana şu G'ari Hira chiqadigan chig'ir yo'lning o'zi. Biz müşahidin piyoda mang'an peti biz hozir şu G'ari Hiraga chiqamiz. Bu G'ari Hira bo'lsa bu islom tarixida nihoyatda muqaddas bir o'ringa ega bir tog'larniki biri. Lekin bu yerda hozir hojlar ko'p bo'lmagandan keyin asosan ham bu taqqa chiqish hozir cheklangankan. Shuna bo'lg'achqa bu yerda hech qanday bir odam zotni ko'rilmaydi. Biz shuna bo'lsa biz tavakkul qilib bu yerga chiqib bir sizlarga tanishtirish uchun bir tarixiy izlarni bir bildirish uchun harakat qilishga tirishyapmiz. Mana biz hozir şu tağniki leviga keleyli deb qoldik. Bu taqqa chiqish uchun 2 soatlik vaqt ketadi. Salamni qizg'in da jushqin odamlarga bersam 1 soat vaqt ketishi mumkin. Mana bu taqda bo'lsa şu G'ari Hira'niki qisqacha qilingan tushuntirilishi ve şu Kur'an-ı Kerim'den Sure İkra düşken hakkındaki mezmunlar bayan kılınıptı bunu da. Biz ondaqda biz birinci qadamda hamsa şu G'ari Hira chiqadigan biz peshtaxtga oldik hamsa. Bismillah. Bu G'ari Hira'niki bu peshtaxtı bu 1000 yani 1045 tane peshtaxt bor ekan. Şu Peygamber sallallohu alayhi vasallam şu chiqqan şu g'arniki o'ziga chiqishi bo'lgan oraliqda 1045 tane peshtaxt ekan. Bu tağniki egizligi taxminan 650 metr atrofida. Yani bu tağniki müştaqnayeti bir xil mada tuzanlik tikya taraf emas, mada yapılaq tarafiga egitib silingan peshtaxtlik ekan bu. Bu peshtaxtlar nihoyat oddiy shaklda şu saxovatchi kishilarniki tarixdan buyon şu ziyoratchilarniki ziyoratini nihoyat qulay, oson bo'lish uchun yaratgan sağlam bir peshtaxtlar ekan. Bu nihoyat oddiy, hozir xil pokiz turdi, lekin hojlar kelgan vaqtida bu nihoyat biri qisqiston yani biri shu ichayotgan suv botulkalarni bir yerga tashlab bak mehnat qilib turgan bir joyda. Hozir shunda go'zal, nihoyat pokiz retlik turdi. Mana hozir shu ko'rinayotgan shu cho'qa, shu tugniki loksiga o'xshaydi mana. Biz shu cho'qiga eng egiz yeri shu mushtaqniki. Biz şu çoquğa, egiz çoquğa çıkmoqchi. Bu egiz çoquğa chiqish uchun bir necha qatam mishada suv ichib, o'tirib, birdan orom elib, balo qilib chiqish to'g'ri keldi-ku. Shu. Mesela shunga shu har bir 100 metr, 150 metr atrofda birdan mana bir orom oldigan o'rinda qo'yib qo'yibdi. Mana hozir shu bizim taxminan hozir 200 metr yo'lni bo'ldik-da, peshtaxtning o'zidan. Hozir taq chiqishda yarimlashmadi. Mana hozir bir oz tikrak yerim bu. Undaqda biz bu tağniki qisqacha bir tarixiy jihatda bir azroq bir tanishtirga tushuntirga chiqmayli. Bu G'ari Hira bo'lsa şu Peygamber Aleyhissalatu vesselam peygamberlik kelishdan burun bir necha zaman, bir necha yil, balki 2-3 yil degan tarixlar bor. Peygamberimiz her yıl çıkıp müşahede müştaq çıkıp ayırım xilvatda turib o'zinki bir tefekkür ibadetini davomlashtirgan hem de vaqtida hozirgidek ro'za yoki namoz ibodatlari mavjud emas. Lekin Peygamberimiz o'sha yerga chiqib ayrim ibodat qiladi. O ibodati faqat tefekkürdan tarif topgan. Yani Allah'ını o'ylash, Allah'niki shu dunyodagi mahluqotlari haqida, koinot haqida o'ylash degandekda ishlar. Lekin Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a peygamberlik kelishtin yani vahiy kelishtin 6 ay burun
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge mında çüş görünüşü başladı. Hem peygamberlerin çüşü umumen burada ras hem de çüşler o hem de. Çüşü kökenini onu da köreleydi. Şunu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kelishdan 6 oy burun bir necha qitim chiqish to'g'ri kelib qoldi. Ammo oldimizga o'rin bo'lsa, yana shu 2 metr ul qilib qolgan bir masjiddek bir o'rin ekan. Bu balki Abbosiylar, Osmonlar davrida silingan, ham shuni qaraydigan bir shayxlarning yoki bir o'ringa silingan bir tabarik shaklida silingan bir masjidlar bo'lishi mumkin. Lekin bu hozir tashlanib qolibdi, to'lim afsus. Bu kona bir qadimiylik chiqib turdi bu yerda. Hem sözümüzge qaytib kelsak, hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunun bilen şu vahiy kelishdan 6 oy burun bu taqqa bir necha qatim chiqish to'g'ri keldi de. Hatta şu su o'zinki yemek içmek uzuqlarini elolebmiş, atrofdagi mangan tug'anliga o'zinki ichimliklarni taqatqach, faqir miskinlarga suvdan bagach Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir necha qatim shayga chiqib chiqish odatlanib qoldi hamda. Lekin sal Rasulullohning hayotida o'zgarish bo'ldi-da bu jarayonda. Shuni bilan hamda Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu g'ariyaraga bir kun shu o'zinki odat bo'yicha chiqib, o'zinki tahannus ya'ni shu tafakkur ibodatini davomlashtirayotgan paytlarda bir o'ziga oid notunish bo'lgan bir maxluq keldi hamda. Bu maxluq kelib Peygamber sallallohu alayhi vasallamni o'qu dedi. Şu vaqtida Peygamberimiz ben okuyamayman dedi. Çünkü Resulullah hem de savadsız. Resulullah'ın bu savadsızlığı başka Peygamberimizden başka kişilerine nispeten bir ayıp, noksan bilingen bilen. Lekin Peygamberimiz için bu savadsızlık bu yani bir fazilet Resulullah'a nispeten. O kemtürlük emez, bir takamüllük, bir fazilet o. Sonra Peygamberimiz ben okuyamayman degendeki bu mahluk Peygamberimiz kucağılap çın sıkıp koyup verdi. Sonra ikinci katım yani oku dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yok ben okuyamayman dedi. Diyen ki yanı için kucağılap sıkıp koyup dep yana oku depti 3. katımda Peygamberimiz yana okuyamayman degen vaqtida Peygamberimiz yanı için bir kucağılap sıkıp koyup etti. Koyup etkenden keyin tövendeki bu tunji katım tushgan Qur'oni Karimda tunji katım tushgan oyatda şu tövendeki bu oyatni o'qishga boshladi. Şolan şu sürünü tunji qatım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e elip kelip o vaqtda hamda bu elip kelgan bu maxluqninki kimligini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi bilmeydi. Peygamberimiz nəhayət qo'rqib ketib, dərhal qopublam o'zinki narsalarni yig'ishtirib uyga qaytdi da, uyga qaytib Hadicha radhiyallohu anha dedi, meni yo'gab qo'yinglar dedi da. Shunda ular Peygamberimizni yo'gab qo'yib, Peygamberimiz bir oz tinchlangandan keyin Hadichaga dediki, shu bo'g'a avvallarni hammasini bayon qilib berib, men pek qo'rqib ketyapman dedi. Shu vaqtida bu Salih ayolniki bir ish izdirmish sonaki bir vaqt bo'ldi. Darhol Rasulullahning qalbini teskin toptirish hamda tinchlantirish uchun dediki, "Ya sen vaqtida payg'ambar emas-ku." Hem tunji başlanışı. Şunu olan, "Ya unda emas unda deme, xotirjam bo'l, yani xotirjam bo'ling. Allah sizni hargiz tashlab etmaydi. Chunki siz dedi. Yani urug' tuqqanlarga yaxshi muomala qilasiz, sizlar rahim qilasiz, yolg'on gap qilmaysiz, rost gap qilasiz, jafoga chidaysiz, mehmonni hurmatlaysiz, zolim qarshi mazlumga yordam bersiz" dedi. Demak musibatlar bu odamni Alloh hargiz xor qilmaydi demakchi-da bundan. Şunu olan birge Hadice radhiyallohu anha Peygamberimizin özüge emrah qilib, darhal o'ziniki tağısının oğlu Varqat ibn Nevfel'ni qışqab badi. Varqat ibn Nevfel kim olsak, bu Araplarning ichidan chiqqan shu vaqtdagi nihoyat o'qimishli kishi ekan. Shu vaqtida Injilni arabcha yoza olar ekan-da, shu baytlarda. Shunda Peygamberimizni qışqab birib, bo'g'a avvallarniki hammani Varqat ibn Nevfel degan ekan. Varqat ibn Nevfel bu Hazrat Musoga tushirilgan bir vahiy ekan, shunga o'xshash bir vahiy ekan.
Kaşki mening ömrüm yar bergen bolsuchu. Senin kavming seni bu yurtdan ta haydab chiqaryapti dedi. Degani Rasululloh o meni ta haydab chiqaryapti deb shunaq dedi. Deb bir xil gangirash bilan bir hayronlik bilan so'radi. Shundaq chiqaryapti deb men sana agar hayot bo'lgan bo'lsam, men sana yordam beretdim dedi. Lekin amaliyot keyin afsus Varqa o'lib ketib qoldi. Demak, hamda tunji qitim mana vahiy boshlangan Iqra surasi tushgan taqdir bu G'ari Hira degan. Bu G'ari Hirani biz Jabal Nur deb ataymiz, yoki Islom Tig'i deb ataymiz, yoki Jabal Nur nomi bilan shu G'ari Hira nomi nihoyatda mashhur. Hozir biz adirash eng yuqori tog'niki eng yuqori to'pilikka chiqdik hozir egizlikka. Mana müşahidimiz şu Mekke'nin etrafındaki joylar ko'rilyapti. Bu ko'rinayotgan Tayyip qumag'iga yo'l. Mana lekin biz to'pilik chiqqandan keyin yani pastga yana 50 metr tushimiz ham yani shu eng xatarli yeri. Biz hozir pastga tushyapmiz. Biz müşahide o'ylab qoldikki bu peştaqlını hozir yasab nihoyatda yaxshi qilib qo'yapti. Lekin Rasulullohning zamonida bu peştaqlar qat'iy yo'q. Bu vaqtida bu yo'llar bu shaklda bunday yasalgan emas. Bu vodakli bunday tiklarga qo'yaqliq emas. Müşahidim boshqa bu g'orga kiradigan hech qanday eg'iz yo'q ekan. Bu g'orniki oldi taraf hozir ko'rindi. 500 metr pastlikdan ig'ir bir tik yokanda agar tushib ketgan odamniki o'lgunim topmoqda ig'irda. Mana shu vodak eslib mangimizda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yerga qandoq bir jafolar chiqqan bo'lg'aydi. Rasulullahning jafosini bilmoqchi bo'lgandim, cho'qim mushan bir ziyorat qilib ko'raman. Shu inimiz tug'aya to'pilik shu yerdan bir yerga biz pastga bir tushdik-da hozir mana. Og'armani mushaarliqda hozir. Onun ustiga yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki bu yerga nadir aqliy quvvatidan biz hayron qolmizda bu yerda. Nimishqa degan vaqtida mushu g'orni qandoq tepishning o'zim bir mushkul ish ham bu vaqtida. Uning ustiga bu g'ordan udul Kabe'ga bevos qaraydigan g'or ekan. Masalan, shu g'or hozir 2 metrda 2 metr keldi taxminan. Bir 4-5 adam patuda. Ay g'orning ishiga sal chilsak, aşağıdan shu udul shu ana to'shak Kabe'ga qarab turadigan bir to'shikkan. Udul shu Kabe'ga to'g'rilangan. Demek bunda vaqtida hamda Kabe'ga bog'langan vaqtida bir odamning ko'zi anda bu yerda texmi cho'nqur bo'lgan bir imoniy, bir ruhoniy holatni o'ziga yiqqin bo'ladi-da, qalbini yiqqin bo'ladi-da. Odamning ruhini bir xil hayajon ilkida bir sap holatda yiqqil bo'ladi-da bu yerda. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki tallığa ornumu bek muhim özünki şu ibadetine ait maskıldıgan bir jayın tallıgan ki. Maşallah. Burun bu garlınan ki etrafıga nurgun xatlarni yazıp qilib qo'ydi, lekin hozir bir ajildek bo'ldi, majilar kelmagandan keyin bu xatlarni men o'chirib deb nihoyat qilib pokiz qilib qo'yapti. Mana qaranglar qarindoshlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir müşahede oturup neç yıl bütün ümmetinin insaniyetinin gemini yep müşahede oturup ibadet kılıp xilvette Allah bilen boğan özünki kalbi münasebetini bağlaş için ottağın bir mana g'arning o'zi mushu. Bu yak taxminan bizga shu 1,5 saatlik vaqt ketdi müşahede chiqishga. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ninki izi tekken bu mübarek joyini ziyorat qilib o'ltiribdimiz. Shu payg'ambarimizga Allohningki salomi, marhamati mangu bo'lsin ki bu zotningki bu joyga kelishi bilan insoniyatningki tarixida olamshumul o'zgarishlar yuz bergan, nur chachqan birdan bir o'rinning o'zi. Qarindoshlar, bizniki ziyoratimiz mushakicha bo'ldi. Allah xalsı inşallah biz sizlerge texmi yaxshi mezmunlar sunish uchun tirishimiz. Agar sizlarga talab fikringlar bo'lsa, şu Mekke Medine'deki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tarihi izler münasebetlik joylar haqida qanday talab fikringlar bo'lsa, şu inkas şekilde yazib qo'ysanglar bo'ldi. Şunun qarta şu filmlarni texmi yaxshi ishlashga inşallah tirishimiz. Alloh topchudoq, aman bo'linglar. Assalomu alaykum. حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي الله
في كل شروق وكل غروب ربي مجيدا يرجو الهدى لخطاه نادى ناجى إلهي لا رب سواك صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام صلى عليك الله يا ابن